Bitta narsaga tushunmayman-da. Mana shu iPad mini 7-pokoleniyasida yangi chiqqani. Narxi esa $450, 128 talisi. Bu Wi-Fi'lisi. Agar siz sim kartalisini olmoqchi bo'lsangiz, narxi esa bor, $50, $60 qimmat emas, $300 qimmat. $750. Tasavvur qilasizlar, $750 ga siz sim kartalisini olasiz, Wi-Fi'lisini olmoqchi bo'lsangiz $450 ga sotib olasiz. $300 razisi beradi. $300 ga siz yaxshi ishlatilgan iPhone 12 Pro Max yoki iPhone 12 Pro sotib olishingiz mumkin. Lekin Apple rasmiy saytida esa $150 qimmat. Lekin bizani bozorda esa $300 qimmat. Men tushunaman. Xarajatlar bor, rasxodlar bor, ustiga ozgina qo'yish kerak, lekin $300 emasdi. Unchalik emas deb o'ylayman, yana bilmadim. Qat'iy $200, $220 bo'lsa tushunsa bo'ladi, lekin $300 qimmatda. Lekin iPad Pro'larda, iPad M4'larida $60, $70 razisi o'ynaydi sim kartali bilan Wi-Fi'lisida. Lekin bu iPad mini 7siga talab yo'q degani, narxi baland qo'yish kerak degani emas-ku, to'g'rimi? Men o'zimning subyektiv fikrimni aytyapman. Yana bilmadim. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentariy yozib qoldiring. Bunaqa narxga menimcha hech kim sotib olmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Imini sim kartalisiga yoniga $300 qo'shish bu g'irt ahmoqlik bo'ladi deb o'ylayman.